Hürmetli vatandaş, oran çoran çökücü bir saat saklap oltadım. Bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyerisi de gacırıyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü istağış 2020 yıl 9. ayının 3. günü haftıga. Perşembe. Vaziyet doğrusu da bir kelime hürmetli vatandaş, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesining ikkinchi darajalik rahbari, ya'ni ikkinchi darajalik muavin davlat ishlar kotibi yaqinda Tayvanni ziyorat qiladigan bo'ldi. Bu vaziyatni biz endi o'tandek vaziyat deymiz Uyg'ur tili bilan vatandash. Shuningga bog'liq qoldi bugun sizlarga şunu davr qilgan aldı so'zlaydigan leksiyalarimiz tuandikcha. Mavzu mundaq. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungo matbuotlariga, Jungo diplomatlariga yangi cheklama qo'ydi. Beijingning qo'shni davlatlarni bo'zaq qilayotganligini aybladi. Mavzuli xabar 9. ayının 3. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 9. ayının 2. günü bunday e'lon qildi. Washington Jumhur Xalq Cumhuriyatining Amerika turishliq diplomatlarining faoliyatlariga yangi cheklama qo'ydi. Amerika Jungo diplomatiyasida barobarlikni yo'lga qo'yilgan bo'ldi. Bu Prezident Trump hukumatining Beijingga qo'llangan bir qator harakatlarning yangi birisi bo'lib hisoblanadi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shu kuni axborot e'lon qilish yig'inida Jungoning qo'shni davlatlarni bo'zaq qilib, xalqaro dengiz okean ahdnomasiga xiloflik qilganligini aybladi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Beijingning Dalay Lama bilan shartsiz suhbat qurishni chaqiriq qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tibet masalasi to'g'risida to'xtaldi. Davlat ishlar kotibi mundaq ko'rsatdi: biz Jungo tarafning Tibetdagi faoliyatlariga diqqat qilyapmiz. Bosh sekretarning yaqinda Tibet Budda dinini jungulashtirishni chaqiriq qilganligini, u yerdagi bo'lgunchilarga zarba berganligini o'ylashib, Beijing hukumatining Dalay Lama bilan shartsiz suhbat qurishiga, ixtiloflarni hal qiladigan loyiha imzolashiga chaqiriq qilamiz. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Xi Jinpingning Jungo Kompartiyasi ichidagi amaliy huquqiy, ya'ni sekretarlik amali bilan atab davlat raisi deb atamadi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jumhur Xalq Cumhuriyati deb atashqa odatlandiki, Jungo atashqa odatlanmadiki, kechiringlar. Jungo Kompartiyasi deb atashqa odatlandi. Yana bir xabar. Eng yuqori qatlam Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasining 2. darajalik amaldori Tayvanni ziyorat qildi. Mavzuli xabar 9. ayning 2. kuni Umid Sadosi to'g'rida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Tayvan Amerika amaldorlari navbatda ekran suhbati o'tkazyapti. Amerika taraf yuqori darajalik suhbat sahnasi, ya'ni Amerika Tayvan iqtisod savdo suhbati dialogini o'rtaga qo'yib, Davlat Mahkemasining 3-qo'l rahbariga iqtisod, energiya va muhit 2. darajalik davlat ishlar kotibi Kate Krach riyosatchilik qilishiga topshirdi. Kate Krachning riyosatchilik qilishiga topshirdi. Krach o'zi vakillar umigini boshlab Tayvanga keldi. Bu ziyorat Amerika Qo'shma Shtatlarining Sayyoh ministri Azar Tayvanni ziyorat qilgandan keyin
ziyaret bulup hesaplanıdı. Bu yıl hazırgacha 2 nafar yuqori darajalik amaldarni Tayvanni ziyorat qilishga Amerika Qo'shma Shtatlari avatgan bo'ladi. Tayvanning iqtisod ministri Wang Meihua Amerika Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi David Stilwell bilan 8-oyning 31-kuni ekran orqali ko'rishgandan keyin David Stilwell ikki tarafdan Amerika Tayvan savdo suhbati o'tkazadiganligini davlat mahkamasining 2-darajalik amaldori Krach suhbatlashadiganligini e'lon qildi. Erkinlik vaqt gazeti, ya'ni Tayvanda nashr qilinadigan mundaq ko'rsatdi. Kelajak Tayvanni ziyorat qilish safari vaqti ko'chiringlar. Krachning Tayvanni ziyorat qilish safari vaqti umumiy yuzlik taraqqiyot shundaq tez bo'ldi. O'rinlashtirish o'ng'ishli bo'ldi. Musha oyda suhbat boshlaydi. Demak, 9-oyda suhbat boshlaydi. Tahlilchilar mundaq tahlil qildi. Yevropa ittifoqi, Yaponiya, Amerika bilan Chexiyaning qatoriga kelib, Tayvan bilan hamkorlashdi. Dunyo jungudan ayrilib ketadigan vaqt shuncha tezlashdi.